Распаковка check. Menga Xitoydan yangi narsalarim keldi. Давайте ularni распаковка qilamiz. Lekin eslatib o'taman, bu safar yangi narsa olish o'rniga eskilarni yengillashni xohladim, xolos. Mani yangi dori idishim. Вообще аккуратно qilmanda. Если что, bu mani eski dori idishim. Bu mani yangi dori idishim. Bu menga kiprichali. Bu safar jigarangidan oldim. Это что такое? Ko'rsatmayman. Дальше. Menga yangi kosmetichka. Monovi eskisi. Dinozavrlar asrida Koreyadan olganman. Monovi yangisi. Made in China. Kiprikchalar. Shahlo ko'zlarim uchun. Curler. Eski curlerim yonimda emas, ko'rsatardim. Prям chirib ketgan to'g'risi. Nifiga себе. Sayohatga borganda menga eng ko'p kerak bo'layotgan narsalarim. Bu одноразовый idishchalar, sayohatga ketayotganimda faqat o'zim ishlatadigan narsalardan ozgina olib ketaman. Mehmonxona narsasini ishlatmayman, chunki men terimga allergiya berib yuboradi. Shampuni bo'lsa jiq-jiq yog' qilib qo'yadi. Bular даже nakleykasi bilan birga yuborar ekan, cleansing oil, krem hammasini yozib yopishtirib qo'yishingiz uchun. Xitoy qanchalik aqlli. Quyayotganingizda qiynalmasligingiz uchun mana bunaqa narsasi ham bor ekan. Прикольно. Bu safar menga ko'proq latta putilidan ko'ra texnik ishlatadigan narsalar keldi. Ishlatib ko'rib sifatini aytib ko'rishim mumkin, lekin ko'rinish jihatdan menga bu safar zakaz qilgan narsalarning hammasi yoqdi. Bo'ldi, men ham ovozing o'chirganda otdi. Annyeong. Mana shuncha musori keyin tozalab chiqasan. Ha. Rahmat.